أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Hoş, hürmetlik, muhterem, aziz cemaatlerimiz, bugün her birleriga so'zlaydigan va o'rtoqlashadigan temamiz İslamda alimlarning o'rni degan temada to'xtalmoqchi. Nima uchun bu temani tanlaganligimni shu so'zlash jarayonida bayqaysizlar. Chunki bu bek muhim tema bo'lg'achqa, shuni har birlari bilan o'rtoqlashgim keldi. Xo'sh, Alloh taolo Qur'on Kerimda olimlarning martabasini bayon qilib shunday deydi. İnnama yaxshalloha min ibadihil ulama deydi. Hakikaten Allah Teala'nın qo'rqadigan kishilar olimlardir deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte innemel ulema varasatul enbiya deydi. Yani olimlar peygamberlerinki mirasxo'rlari deydi. Hem böylenge enik ki peygamberler mal mülkünü miras kaldırıp gitmeydi. Ular undakçada ne miras kaldığı dese ilimli. Yani ilimli peygamberlerden kim miras aldığı dese alim da. Peygamberlerin vazifesi Allah'ın ki dinini anda kılış, bayan kılış idi. Ulemalı hem de alimlerden muşu miraslı anda kılır alır. Yani Allah'ın dinini bayan kılır ve Müslümanlarınki gündelik ta kıyamet kadar yüz bir vatkan barlık meselelerge kandak oldu. İslam şeriatının el çare tepip Müslümanlarınki külfetlerini ve meselelerini hal kıldı. Yani bu alimlarınki vazifesi. Bizdeki diyarımızda meşhur olan Abdülkadir Damullan Azizi diyen meşhur zat ötken katta alim ilma. Muşu alim aynı çağda Bukhara, İstanbul, Mısır, Saudi Arabistan, Muşu diyarlarını kizip Qashqar qaytib kelgan çağda bu alimninki mertebesini qanday qilgan Qashqar xalqi ajoyib yaxshi kutgan ve makonatini ve o'rnini qanday qilgan bilgan. Xabar Tümür degan bir yozuvchi Abdülkadir Damullan haqida qissa degan kitobida shunday bir bayonni deydi. Qashqar xalqininki bu Abdülkadir Damullan Qashqar diyoriga kelgan chog'da üç ret ulab olimlar xalq hammasi chiqib bu odamni qarshi olgan deydi. Bu odamninki odam bo'lganligini emas, ilmining katta va buyuk bo'lganligidan mushundaq hurmat qilib chiqqan deydi. Aç ibaretini so'radi shu kitobda. Hatta Abdülkadir Damullan Shura deb Tataristonda chiqadigan jurnal bu. Mush jurnalda qanday qilgansa maqolalarni e'lon qilgan. Ilmiy bir jurnal. Bu jurnalni şu maqola e'lon qilganda shu jurnalninki shu mas'ul bo'lgan kishilar tahlillaydigan bu adamning maqolasini ko'rib biz bu odamni arabniki deb qolgandik. Misrda ya Shamda qolgan kishi ekan deb o'ylab qolgandik. Lekin bu Buxoroda o'qigan odamdan bundaq olim chiqadiganligini o'ylab boqmagan edik deydi. Qalbining o'tkir, fikrining o'tkir, o'tirib qo'ygan fikrlari derin haletli bo'lganlikdan taajjub qilgandik deydi. Shu muborak zot Sabit Damullanni qanday qilgan yetishtirib chiqqan davlat otasi bo'lgan. Shu Sabit Damullanni yo'lga solgan chog'da shundaq bir so'zni qo'llangan. Biz qilolmagan arzu, yetanmagan va qilolmagan arzu armonlarimizni mushu bola o'rindaydi. Inshaalloh chet eldan qaytib kelganda deydi. Xo'sh, hamda Abdülkadir Damullan nurg'un kitoblarni qanday qilgan millatni uyg'otish uchun yozib qoldirgan. Shu kitoblarning ichida Aqoid-i Zaruriya degan kitobni qanday qilgan yozib qoldirgan. Shuningda bunda bayon qilsa bir millatning har zabunlikqa sabab bo'lgan shay'ini bayon qilib shunday deydi. Bir millatning har va zabun bo'lmoqiga bois nimadir degan bu savolni tashlab yuze shunday javob berdi. İki narsadır. Biri cahillik ve nadallıktır.
ikkinchisi tafriqchilik va ixtilofdir dedi. Bir millat nodonlik ichida qilishninki jaholat ichida qilishning ana sabablaridan biri tafriqchilik, ikkinchisi ixtilofdir degan. Undaqda bir millatning izzat, obro'y va quvvat nereden keladi deganga buningga javob berib, ilm va ma'rifat va ittifoqlikdan qanday qildi keladi degan. Cenab-ı Allah bizlarni ittifoq qilishga amr etgan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu vassalamu ala man ittaba'al huda deb mushu iborani qanday qilgan yozgan. Aqoid zaruriga bu bab kitob. Buni o'qib baqsak har birlarimiz Chag'atayda yozilgan mush iboralar bilan qanday qilgan surgan. Demek bu bir milletning haqiqiy güllenip Allah'ın rızasına erişimen deydiki, ilim ma'rifatdan mahrum qalgan çağda onu qanday qildi? Nadonlik chirmab, boshqa millatlar kelib, u millatni qanday qildi? U millatga hujum qilgan gap va oyoq osti qilgan gap. Xo'sh. Endi islom tarixida ulamolarningki haqiqiy hurmatini qilgan ikki voqelik var. Men bu ikki voqelikni tafsili deb o'taman. İnşallah bunun kulak silip ansak oldu. Bunun da ilgili Ali Himmet Berki El-Aksaki diyen bu zat, bu El-Ahil El-Osmani Ebu'l-Feth Es-Sultan Muhammed Es-Sani Fatih Kustantiniye diyen muş kitap yazgan. Yani muş tuprak bizde savatkan muş zeminne fetih kılan Muhammed Fatih Hazretlerinin ki hayatı doğrusuda yazgan kitap bular. Bu hatta mahkemeninki, qazılarninki nemisi bu. Başlık olgan zat. Eyni çağda. Muş kitapni yazıp kaldırıp, şu kitapninki 140 bitide, 143 bitide şundak bir narsani qanday qildi bayon qildi. Muhammed Fatih Hazretlerinin davridagi qonunni bayon qilish uchun shundak bir kirish so'z bilan bayon qildi. Osman Gazi o'zining davlatini islom qonunininki asosi qurib chiqdi dedi. Ve gayesine İslam dinini tartış kıldı dedi. Ana maksidi Osman Gazi'nin bu devletini kuruştu ki İslam kanununda mağdur bu devlet ve ana gayesi Allah'ın dinini dünyaya yayış dep bekitken. Ve muşu gayeyi yetiş için qanday qildi? Devletini berpa qildi, nima gelse hak, adalet asası var. Bu adam yani Osman Gazi yüzünün eceli yaklaşıp bağın çağda oğlu Orhan Gazi'ni yeni çakırıp durup şundak vasiyetnamını kaldırdı. Bunun da şundak dedi. Ha ana za amut velakinni gayru as. Li anni tariku halfen mislek dedi. Men hazır ülemden tüşkile. Sakarat küçtüm ey oğlum. Lekin men bununla afsuslanmayman. Nima uchun? Chunki men sendek bir avlodni qo'yib ketaman. Men sendek bir avlodni qo'yib ketganligim uchun afsuslanmayman dedi. Sen her zaman, her vaqt adil bo'l, solih bo'l, rahim bo'l va xalqingga quchoq och. Ularni qo'g'da. Sen o'zingning butun xalqida orimchilik yapma. Va islom dinini tarqatishga qanday qil? Kuching yetishiga harakat qil. Ben bu zimindeki padişahlarınki vacibidir dedi. Depolap sen dedi o, sen dini işlerde her kandak şeyde dini işlerde köngülü, birinci olarak dini iş köngülü dedi. Her kandak işten durun dini meseleye kandak köngülü dedi. Onun da suçlup kalma. Şunu bilgin ki ey oğlum, alimler olsa devletinin cismedeki keng tarqalgan bir küçük okşaydı. Alimler olsa devletinin cismideki keng tarqalgan bir küçük okşaydı. Ularga mehri şefkat qil. Ularni teşcih qil. Yüzenge jalb qil. Ulardan bir alim bakinde, falan bir devlette, ma'lum bir şehirde, ma'lum bir yezda bir alim bakinde anlasa, onu sen qanday qilib bo'lsa, şu alimni ekkel. Pulga ihtiyacı olsa pul, hürmetga ihtiyacı olsa hürmet, şu alim nimani xohlasa sen berib, bu diyarga ekilib, şu alimni qanday qil, bu devletni gullendi deb qanday qilgan vasiyat qilgan.
Demek, devlet alim bilan qanday qildi? Haqiqiy gullandiganligini o'g'liga vasiyat qilib qoldi. Xo'sh, unda bo'lgan chog'da biz qarab baqini. Haqiqiy davlatni tutib turgan davlatdagi asosiy kuch qurilmasidagi olimma olim. 7-asrlarga to'g'ri yashagan Izziddin ibn Abdussalom degan sultonul ulama olimlarningki sultoni deb nom olgan, podshohlarni sotquchi deb nom olgan bu zot Mamaliklar davrida Misrda yashagan. Bu kishi nima ish qilgan desa, Allohning rizosi uchun podshohlarni o'tiriga chiqib sotgan. Qarab baqing qanday sotgan. Shunday deydi. Misrda bir to'g'liqchi to'g'di. Ey kishilar, sizlarningki amirlaringlar, sizlarning qulinglar. Asli Misrni boshqarganlar qullar. Qullar kelgan shu yerga. Keyin davlatga ega bo'lgan bunlar. Davlatning beshiga chiqqan. Ya'ni davlatni shular boshqargan. Degandan keyin deb la yahkumunakum. Bular sizlarga hukm qilsa bo'lmaydi. Fala yasihhu lahum bay'un va la shira. Ularning ilm setimi hech qarshi shariatning asosida dursa emas. Ular nimani ason bu podshohlar? Bugun Misrni boshqarayotgan, sizlarni boshqarayotgan bu mamaliklar nimani ason, nimani asosin ularningki ilm setimi shariat bo'yicha durust emas. Ve ular bir narsaga ega ulanmaydi, nikohni qilolmaydi. Ularni qanday qilish kerak? Bularningki ilm setini to'g'rilash uchun bularni achib sotamiz. Bularning setilgan pulni Beytul Mal, musulmonlarningki Beytul Mal degan xazinasiga shu va qo'yimiz andin ozod qiladi. Ozod bo'lgandan keyin to'g'ri bo'ldi. Bo'lmasa to'g'ri bo'lmaydi degan bu fatvoni qanday qildi chiqaradi. Chiqargandan keyin chiqarib bu fatvoni qanday qildi? İvetidi bu. İzzibn Abdussalam. İvetidende. Şu an ivetkendiği keyin bu haber kam tarqalib podshohninki noibi bo'lgan kishiga yetgandan keyin bu qattiq g'azablanib ketadi. G'azablanib turanmay davlatning butun vazir uzra, qo'mondan hammasini jo'qlab, to'plab akkiladi va ular o'z orasida qanday qildi? Kengashidi. Deydi, şunu bilan bu shayxni to'g'laydilar. So'ringa kelib, ya'ni Izziddin ibn Abdussalomga kelib, Kasal hazratlari deb kelgandan keyin, sen biz to'g'risida ning deb dedi. Shayx ularning so'ridan bulardan qo'rqib ketmaydi va parvo qilib ketmaydi. Balki mustahkam tog' deb bunday qildi. Mazbut turib tushadi. Shuning bilan shunday dedi. Sizlar mening nazarimda qul Beytul Malning mulki. Sizlarning tasarrufinglar shar'an bo'yicha durust emas. Chunki qul o'zining Mavlosining buyruqsiz hech qanday narsani tasarruf qilolmaydi o shariatning ahkomi bo'yicha degan bu so'zni dedi. Shundan keyin men sizlardan setish fatvosini chiqardim va pullarni Beytul Malga qaytarib berishni. Mana bu va hada ma awjabahu Allohu alayya va alal ulama dedi. Mana bu Allohning menga va olimlarga vojib qilgan vazifasi shu. Deb bu fatvoni qo'rqmay, bütün davlatning arkanlari rivoyada ularning yuziga qarab turib deydi. Degandan keyin, ey shayx, biz bundan qanday qutulamiz? Chiqish yo'li nima degandan keyin, sizlarga bir majlisni so'rinni hozirlaymiz. Shu so'rinda sizlarni qanday qilamiz? Bir chiqib sizlarni sotib ashada. Sizlar shu so'rinni chiqsizlar, tursizlar, qulsizlar. Birisi to'laydi. Manchi pulda basinglarni pichidi. Aşağıda aladi. Endi sizlarni setilsanglar, pulinglarni Beytul Malga qo'yamiz. Endi sizlar shar'iy yo'l bilan ozod qilingan bo'lsanglar, ya'ni boshqalar sizlarni ozod qilib etsa, keyin shu chaqda tasarrufinglar qanday qilib durust bo'ldi va ahkominglar shariat bo'yicha, to'g'ri shariat bo'yicha qanday qilgan bo'ldi, yurdi deb mush gapni dedim. Shundan bu so'zni shayxning bu so'zni bu emirlar, vezirlar, qo'mondonlar anglab ketgandan keyin bir chaqmoq beshiga tushgandek bular qanday qildi? Bu titrab ketdi. Shuning bilan shayx ular jim turib bular nim deydi deb jim turdi. U shayxdan qo'rqaydi va uning ruhoniy quvvatidan qo'rqaydi. Shuning bilan bular bu o'zining ishini podshohga qanday qildi? Topshirdi. Undan yordam talab qildi. "Ma shayxdan qutuldi bizni" deb. Shuning bilan podshoh bu
İzzəddin ibn Abdüssalam'a bir ular yollab chaqirib keladi. Şunu bilan sen ma ko'z qarashingdan fatvoasingdan yan deydi. Ya, yanmayman deydi. Ve ondan qo'rqib ketmaydi. Chunki Alloh taolo ulamolardan ahd farmon oldiki, podshohlar oldida bo'lsin haqiqatni oshkorlashni. Men haq bu, shariat bu, kallam kessinki yanmayman. Deb mushunda chin turdi. Shuni bilan podshoh qattiq ochiq tutib ketib, eng qo'pol gapni qildi. Shunda qilsinmi, ya'ni shayx qanday qilmaydi? Yanmaydi. Fikrdi. Yanmagandan keyin shayx qanday qildi? G'azablanib, shuni bilan bu shahardan, ya'ni Qohiradan chiqib ketmoqchi bo'lib, bunday qildi. Bu Sultan Jair, yani zalim padişahın devletinde yaşap neymiş kılın ben? Allah'ın hükmünü icra kılmayan bu devlette bilip durup bu devlette yaşap neymiş kılın ben der. Şunu buna kadar kıldı. Yüzününki bütün hacetlerini ve ailesine bir işekli kiralar şundan çık karab manganlıyken Kahire'den Şam'ı çıktı eder Suriye taraf müşterek mağda. Şunu bilen bu Xalq bunday qildi. Ulamoning so'ygisi bilan yashagan, shunda tirik jonliq, haqiqatdan qo'rqmay bayon qila oladigan ulamolar bor. Ulamolar bilan yashagan bu xalq hammasi qanday qildi? Ojiz ayollar, bola-chaqalarni keynimizda yetishini deb ularni qo'yib, bütün xalq İzzəddin ibn Abdüssalamdan keyindan chiqdimizda ma'du bo'ldi. Hammasi Qohiradan chiqdimiz deb İzzəddin ibn Abdüssalamdan keyindan mangandan keyin bu palaq bütün vezir huzuralar padişahın qaşı kelib, ey alileri, şişataq çıktı. Bütün xalq bu İzzəddin ibn Abdüssalamdan keyindən ketib bardı. Endi siz bu xalq chiqsa kimga boshliq qilamiz biz? Kimni boshqaramiz bu yerda? Deb padişahın degandan keyin padişah chaqirib kelinglar darhol deb İzzəddin ibn Abdüssalamni qanday qildi? U yerda akkiladi. Akkelgandan keyin shuni bilan qanday qildi? Şeyh burada kelgandan keyin bularni yana chiroyli qilib baqdi bunlar. Şeyh yumshab qolamki deb. Şeyh qattiq yumshmaydi. Qattiq. Shariatning yo'li musho deb. Shuning bilan bular amal topolmay ham setinga bizni deb qanday qildi? Turib birdi. Onundan ilgari bu Naib Sultan Şeyhni men o'ltiraytay deb o'zininki adamini erib Şeyhning uyiga boradi. Borgandan keyin ishni qaqildi. Qasi o'g'li chiqdi. Oğlu çıkıp, onun açığını görüp, dadağını toğlap çayıq degendeki açığını görüp, dadısını öldürü yıtılgan dektirdiler, dadısının kaşığı çır derdi. Çırıp, dadısına açığı yaman işkeldekin dep, uşundak, yaman açığı olan gitti, o da sizni öldürü yıtıp kalamı ki, siz bizni dadısız koymayı çıkmasınız olamı ki, dep, balası yana kıldak oldu, dadısına çın esil var. Digendeki, İzzəddin ibn Abdüssalam şundaq bir sözündeydi ki, adamın jürkini yeri yetidi bu söz, oğla. Ya buney, ey oğlum, inna abak aqallu min ay yuqtal fi sabilillah. Dedi. Senin dadan Allah'ın yolunda kurban bulduğun kişilerin en tüyünü. Sen de mi davatsa? Uludan bolsam Allah Teala'nın yolunda üleyme. Dep, kimini oğlunun kulduğun şundaqla tatip qanday qildi? Çıkıdı. Çıqqandan keyin İzzəddin ibn Abdüssalamni ko'rgan naib kichik odam bo'lib ketib qo'rqib. Allah uni qanday qildi? Yurki qo'rqinchda deydi. Demak, shuni bilan bularning dedi, "Ems xoliqingizni qiling ya shayx" degandan keyin bularni achchiq pishvadi. Sotdi, to'lab. Endi bundan to'lab sotgandan keyin elimgandan keyin xalqqa dedi, "Endi o'zingni qanday qilinglar? O'zinglarga bosh bo'ladigan kişini saylanlar degenden keyin bular qanday qildi? Alın azat qilib deb, shularni yana bullama. Ularni qaytadi yana shu vezirlarni, qo'mondonlarni o'ziga yana bosh qilib qanday qildi? Bu davlatni shunday tutib ketadi. Demak nima bo'lsa, alim mana shunday alim. Rabbani. İmam G'azali Ihya ulumuddinni olimlarni qanday qilgan shikir bergan. Biri dunyoning olimi, yana birisi oxiratning olimi deb. Oxiratning olimi bo'lgan chog'da qanday qiladi? Allah'tan başkasının hiç karşıdan korkmaydı. Xuddi İzzəddin ibn Abdüssalamni qanday korkmagan. Bu bir vaqalik. Bu vaqalikni Nafhat minal Hulud deb
Suriyalik katta bir alim var, Muhammed Salih Farfor'da. Şununki kitabida bunday qilgan bayon qilingan. Shu kitobda bor bu voqelik. Yana bir voqelik var. Bu Osmonlarninki eng oxirgi davrida yuz bergan voqelik. Yani Abdülhamid Es-Sani, ikkinchi Abdülhamidning davrida. Bu mübarek zatmi bir fatvoni yani xato chiqarib qo'yib, shu fatvoninki qanday qilgan keyin yongan. Buningdiki olimning ruhi kim bo'lgan desa, Suriyaning katta qozi bo'lgan Abu Nasr al-Xatib degan bu zot bo'lgan. Bu Bani Umayya jamisiniki Dimashqdagi shuning xatiblaridan va qozi edi. Osmonlarninki shu Abdülhamid Es-Saniga bir millatchi kishidan birisi vazirlardan shu Osmonlar davlatiga tava bo'lgan mush qozilarning hammasi turk tilini yaxshi bilsa va turk adabiyotini yaxshi bilgan kishini qozi qilsa qilib degan nazoratlari degandan keyin Abdulhamid xon ha yaxshi gapken deb shundan qonunni farmon tushirib turk tilini qanday kishi qozi bo'ldi ekan Osmonlar territoriyasida turk tilini va turk adabiyotini qanday qilsin yaxshi bo'lsin deb bu qonunni chiqardi. Chiqargandan keyin 400 qozi amaldan qoldirildi o'chada, ishdan chiqdi hammamiz. Bu Dimashqdagi cho'ng qozilar. Shundan bu 5ini ya sandıtib, o'tirib bu odam bir chora topdi. Shuning bilan deydiki 400 qozini juqlab sizlar tatliq turmuchining qishi qilib, tatliq turmi yasaydigan bir narsani elinglar. Uni qaymoqli deydi ekan turkchida. Sham tilida turumba deydi ekan. Endi naiti güzel jilbatni kiyib, sellini naiti yo'g'on baland yurgan deydi. Endi saqlanlarni naiti güzel jumlaq şekilde yastib, kelinglar, erta biz İstanbulga qarab yo'lga chiqamiz deb poyezd bilan bular İstanbulga qarab yo'lga chiqdi. Bu adam İstanbulga borgandan keyin keliblar sultonningki qandaq vaqt uxlaydiganligini, qandaq vaqtda aramaydiganligini, qandaq vaqtda ishlaydiganligini qandaq qildi so'rablar bizdan bilan bilib oldi. Biliblar aytsa 400 aş qozini qandaq qildirsa, aş kelini yo'g'on yo'gitib, yektekni, jilbatni kiydirib, soqollarini tartib, shunda chiqib bu odam, chiqib bular shu podsho uxlaydi degan yer hujrasidan qashib kelib qaymoq arab güzel, qaymoq arab şup güzel, qaymoq arablar qaymoqli deb askardek bularni tizib shu mush marishni so'zlatib ma'damda. Bu qaymoq arab qaymoqi güzeldir. Qarab baq ey arab qaymoqi güzeldir. Arab qaymoqi deb bu 400 qozi sultonning yanında, hujrasidan yanında shunda aylanib yurgandan keyin kishilar ko'rib, bular nima ish qilyapti deb, bularni ba'zilar zon qaytadi, ba'zilar kuladi. Mushunda qilaverdi bu 2-chi kuni, 3 kun, 4 kun shunda qilgandan keyin podshoh bundan bezarib, buna bozordagi bir insonlik qilib o'ynab tashadi, ishi yo'q insonlarda, bularni qo'g'laytinglar deb adam evatdi. Evatgandan keyin, evatgan odamlar kelib, "Ya hazratlari, bular hammasi qozilar ki, oqselda kelgan shunda, endi o zaman chaqirib keldi bularni" deb qanday qildi? Amr qildi. Chaqirib kelgandan keyin shuning bilan bu Abdülhamid xon so'raydi berdi. "Sizlar nima ish bunday qildinglar?" deb so'ragandan keyin bu Şeyh Abu Nasr al-Xatib shunday javob berdi. "Ya sultan al-muslimin, ey Müslümanların sultanı, laqad amarta bi azlina nahnu quzat şer." Siz bizni qozilarni qozilik vazifamizdan elib tashladılar. Sebep li annana la nutqinu adab at-turki. Biz Türk edebiyatını bilmeydigan bo'lg'achqa. Ve meta kana hadha ash-shart min shurut tawalli al-qada fi ash-shari'at al-islamiyya. Bu İslam kanununda bu qozilikning sharti ular qachon paydo bo'lib qoldi? Qaysi kitobda İslam kanunida chuqum islom qozisi bo'lmoqchi bo'lsa,
Türk dilini bilsen qazi ulalaysa, Türk edebiyatını bilsen qazi olsa, biz qazi ulanbaysa, ne gap bak ki? Dep baksılar bizge. Muşne dep kulakıldı dedi. Halbuki biz o Türk dilini bilmeyiz. Özleri kandak oldular, biz ne? İşten elip taşıdılar. Biz muş hizmetini, miş kesipini kılıp can bakıdığan yoluna kirdik andı. Miş kesipimiz biz ne? Bizden kaymakımız, yani kaymak degen aşağı tatlı durmayken bu. Ama Türklerin ki uzun bir kaymak, tatlı durması var. Nait, pakir, güzel. Siz tetik baksılar, biz niman kılını başta. Eğer razı olsalar, bizge bir baza açsalar, biz baza kılınmış ede. Dep, bu Abdülhamid Han'ı diyendiyken, Abdülhamid Han bu arada Türk'te jığlap gitdi, qarab. Küzdeden yaş dökülüp gitdi. Şundak yaş dökülüp, şundan bütün etrafındaki emir, vezirlerge buyurup, bu şeyhlerin beşideki elqe, kaymak va degan aşı, nemini elip taşlap, en güzel şekilde hürmetini kılın deb, şu zaman kanun çıkarıp Yıldız Sarayda. Bular qanday qildi? Hizmeti joyiga kelsa onda bularni qanday qildi? Hizmetini joyiga keltirdi. Shu zaman farmonni qo'lga berdi shu odam. Shundoq bir so'zni deydi. Odamninki yurakini qanday qildi? Yaradi bu so'z. Ah, kattalar meni afu qilsin. Menga g'oyibona duo qilsin. Men maqsad qilmasdan ularga yomonlik qilib ketdim. Digin ey tabannas as-sultanu ibnukum wa qad akhta'a ma'akum faminkum al-musahama dedi. Sultan aldığına tuğan bu sultan sizlerinin oğlanlar dedi. Bu sizlerinin hakkında hatalışıptı. Sizlerden apuçallık bekleydi. Apuçallık küçüktü. Apuçallık ne? Ümit kıldı o. Dep, müşini kıldı dedi. Demek, hakiki Rabbani alim bolgan çağda Allah'tan başkasını korkmaydı. Hatta padişahın gelip kandak oldu. Onun aldıda boysunadı şeriatga. Demek, alimlarning makamı mana shunday katta, yüksek. Şunlaşqa alimligimizning qadrini bilsak, chet-ellarda. Masalan, alimlarga kichik, tuvan, tabiiy insonlarga xitob qilgandek xitob qilinmasa, bazı sorularımızda qaraydigan bo'lsak, oy, bakinglar qarajim, deb to'lab akilib o'tirib tixa, "Bugun bir tabliq qilamiz sizlar" degandek, ma shaklda kichiklarni buyurgandek, shunday buyurganni ko'rdik Ramazonninki birinchi ikkinchi kunlarida. Bu bir millatga yarashmaydi. U millatning tuvalligini, sapasining qanchalik tuvalligini uqtirib turdi agar shunday qilsa ba'zi insonlar. Bu Alloh taolo Qur'on Karimda Peygamberinin makamını bayan kılıp ne diye? Ya eyyühellezine amenu la terfa'u aswatakum fevqa savtin nebi ve la tejharu lehu bil kavl ke cehri ba'dukum li ba'din en tahbete a'malukum ve entum la teşurun. Sizler avazını kütrap kalmağına peygamberge. Ve üzerine bazısını emes semet deyip toğluğandık toğlumanlar. Güzel hitap bilen kılda kılınlar. Hitap kılınlar. Allah üzerine peygamberine ya eyyühen nebi ya eyyuhel Resul da kitap kılıklık ya. Böyle. Bu şundak şekilde. Sahabiler bu ayetinin sebebinin nuzulu doğrusunda alimler bayan kılıp hatta İmam Müslim'in sahihisi de var bu. Sabit ibn Qays ibn Şammas diyen bir sahabi olan bu sahabinin avazı yukarı çıkarken değil mi de? Caranlıkında. Bu ayet nazil olganda mescid çıkmak bu uyda bu sahabi kanda kaldı. Turvalı. Peygamberimiz köymegendeyken şundan qo'shnisini so'raydi. Qani bu sabit? Masjid ko'ymayapman go degandeki. Men qo'shnisi xabarni sizga aytdi, ya Rasululloh. Deb qo'shnisi berib sabitdan so'raydi. Nim bo'ldi? Payg'ambarimiz seni so'rayapti degandeki. Men sahobalarning ichida ovozim eng yuksakda, mush oyat menga nozil bo'ldi deb o'yladim degandeki. Men endi do'zax ulab ketdim, amalim beka ulab ketdi deb qo'rqib, yig'lab uydan chiqmay yotagan gap. Shuning bilan Peygamberimizning qashi berib bu so'zni degandiki, "Ya, bu uningga tushmagan" deb qanday qilgan Peygamberimiz bayon qilgan. Demak, madamiki ulamolar Peygamberning rasululigi ekan, shularning maqomida ekan, hurmatini qiladi. Ularga o'ziga loyiq maqomni berildi.
Ularning yüzüne emas, ilmini hürmet qildi. Çünkü ular Allah'ın kelamını bayan qilgan. Peygamberning mirasxo'rlari bo'lgandan keyin shularning qadr-qimmatiga yetib, shularning obro'yini qildi va ulamolarimizni haqiqiy robbani Allah'tan başkasından qo'rqmaydigan, haqiqat nim bo'lsa, nim bulashdan qat'iy nazar haqiqatni to'g'ri holatda yetkazgan bo'lsa, Alloh taolo hammalarni katta ajrlar bilan Allah Teala katta ecirlerini versin. Hemmelerinin ki insançılıkta bilmeyi kıygan barlık günahlarımızı mağfiret kılsın. Tutkar uzumuzga Allah Teala bereket ve katta ecirlerini versin. Hemme anladın. Allah razı olsun. Bir rahmet ya Erhamur Rahim.